Tezkor xabar. Andijonda tunda chiqqan ovoz barchani shokka tushirdi. Tezda ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Andijon viloyati yo'l harakat xavfsizlik xizmati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, 19 mart kuni soat 22:00 atrofida Asaka tumani Navoiy Mufiy hududidan o'tgan A373 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lida ZEL 130 rusumli yuk avtomashinasi harakatlanib ketayotgan vaqtida transport vositasining elektr simlaridan chiqqan qisqa tutashuv natijasida transport vositasida yong'in kelib chiqqan. Ushbu yong'inni favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Oltinko'l tumani bo'limi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Hodisa natijasida Allohga shukr, jabrlangan va halok bo'lgan shaxslar yo'q. Barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarishdan avval uning texnik sozligiga ishonch hosil qilishlarini, so'ng yo'lga chiqishlarini so'rab qolamiz.